Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun sizlarga o'zbek adabiyotida katta qiziqish uyg'otgan Javlon Javliyevning Qo'rqma asari haqida tayyorlangan navbatdagi booktuberimizni taqdim etamiz. Qo'rqma bu shunchaki badiiy asar emas. Bu insonning ichki dunyosi, orzulari, qo'rquvlari va hayot yo'lida duch keladigan sinovlari haqida chuqur falsafiy mushohada. Asarda qahramonlar o'z qo'rquvlari bilan yuzma-yuz keladi. Ular orzulari sari intilar ekan, ko'pincha eng katta to'siq tashqi dunyo emas, balki o'z ichimizdagi ikkilanmalar, ishonchsizlik va qo'rquv ekanini anglaydilar. Muallif o'quvchini nafaqat hayotiy voqealar bilan tanishtiradi, balki o'zini anglash, jasorat bilan qadam tashlashga undaydi. Asarning nomi Qo'rqma. O'ziyoq kuchli chaqiriqdir. Bu so'z bizga shuni eslatadiki, inson agar qo'rquvini yenga olsa, oldida hech qanday chegaralar qolmaydi. Kitobda ko'plab o'ylantiradigan iqtiboslar bor. Ulardan biri shunday deydi: qo'rquv bu devor emas, faqat soyadir. Yuraging bilan bir qadam tashlasang, u yo'qoladi. Ushbu asar ayniqsa yoshlar uchun ilhom manbai bo'la oladi. O'z yo'lini topishga urinayotgan, hayotdagi tanlovlar oldida ikkilanayotgan har bir kishi bu kitobda o'zini ko'radi. Agar siz ham ichki jasoratingizni topmoqchi bo'lsangiz, bu kitobni albatta o'qing. Qo'rqma, yuragingizdagi kuchni uyg'otadigan asar.